AQSh urushning ilk kunlaridayoq milliardlab dollar va yuzlab raketalarni sarfladi. Eng achinarlisi, Eronga qarshi amaliyot uchun bir necha yilga yetadigan o'q-dori zaxirasi sarflab yuborildi. Gap shundaki, Financial Times nashrining yozishicha, AQSh Eron bilan bog'liq harbiy operatsiyalar davomida katta miqdordagi o'q-dori zaxirasini ishlatib yuborgan. Ayniqsa, Tomahawk qanotli raketasi zaxirasi tez kamaygani ta'kidlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Yaqin Sharqdagi urushning dastlabki 100 soati davomida AQSh harbiylari 168 ta Tomahawk raketasini qo'llagan. Nashrga ko'ra, bu juda katta miqdor bo'lib, ularning o'rnini to'ldirish uchun bir necha yil vaqt kerak bo'lishi mumkin. Amerikalik kongressmenlardan biri Financial Times'ga bergan izohida, bu juda katta sarf, bu raketalar zaxirasini qayta tiklash uchun yillar talab qilinadi deya ta'kidlagan. Shuningdek, harbiy zaxiralarni tiklash uchun Pentagon Kongressdan qo'shimcha 50 milliard dollar so'rashi kutilmoqda. Manbalarga ko'ra, Trump ma'muriyati Eron bilan urushning dastlabki 6 kunidagi xarajatini kamida 11,3 milliard dollar deb baholagan. Xo'sh, voqealar rivoji qanday yakun topadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.